Hammaga salom. Bugun sizlar bilan O'tayki. Demak, bugun sizlar bilan e, Slint Still degan o'yin o'ynaymiz va birga qo'rqamiz. Demak, bu o'yin horror. Bu qanaqa o'yin desanglar, horror nima desam, horrorning o'yin uyqu falaji bor-ku o'sha. Demak, bu o'yin inglizcha ekan. Ba'zi joylarda ba'zi joylarda inglizchani tarjima qilib olmayman. Agar o'zbekcha bo'lganda tarjima qilib berardim. Demak, bugungi kunim juda ham charchoqli o'tdi-da, shunday. Demak, svetdan yo'q chiqamiz. Yo'q, karakter shunaqa bo'lsa, zururlari yo'q. Kichkina kvartira. Qaysi xonada stream xona bo'lsa, televizorda o'rniga manfaat yo'q. Sumkani qo'y deyapti, ko'chki. Qo'y qo'yaman. Bosich demak. Yaxshi, men qilishga nima desam, qilish kerak deyapti-da. Neto'g'ri tarjima. Hamon. Demak, ish ko'pmi aytdimi? Ish ko'p. Mayli. Demak, men bu o'yinni boshidan ozgina o'ynab ko'rgandim. Grafikasi qanday ekan deb. Yaxshi. Lekin bizning tarafda ish ko'p qilardilar-da, qilayotgan ishini hamma ochmasdan ko'rsatmas. Men bilmayman, buni palaklik chiqish kerak. Inspektor bu hammasi yaxshi. Hammani svetda o'tish yaxshi deyapti. Men oylik to'lov qilmagandim. Yo'q. Oyda unda yo'q qo'ydim. Shunday deyapti-da mana. Lekin demak, bitta xona qoldi, shuni tekshiramiz. Qanaqa xona? Svet yo'q. Da, конечно. Svetsiz hayot yo'q bu dunyoda. Mana nima bilinyapti-da o'zi. Qanaqandir gul nimaga kerak? Kitoblar sochilib, yig'ishtir kitoblarini, yig'ishtirgan. Mana parcha kim o'tadi? Bu xonaga. Bu nima? Qanaqandir joy. Ochamiz butonlarni, shu svet yoqamiz. Demak, kim almashtirish kerak? Bo'lim. Shu to'g'ri. Men svetni o'chirishim kerak. Shu. Xonamni svetni o'chirishim kerak, bu uxlashimga yordam beradi. Uxlashimga emas, tez uxlashimga. Tez uxlay. Короче-da. Maytma-gut bo'ldi. Yaxshi. Uxladi, yotdi. Bizning malikamiz. Men yaxshi uxlashim kerak deyapti, ertangi ish uchun. Yaxshi, tezroq uxlagin. Mana bolam duolarni tuturay. Tez uxlarsan, balki svet yo'q qo'ygan yaxshi edi baribir. Bilib bo'lmaydi, kechqurun yurishlar. Demak, birinchi bob, birinchi experience. Tajriba. Nafas oladi. Xuddi o'lib qo'ygan, nafas bo'g'ilib qo'ygan. Tavuk o'xshab. Va nima, men gapirmayman, harakatlanmayman, vaziyat qanday bo'ldi? Salom, Короче-da, men o'zim nima bo'ldi? Men matematikka o'xshab qo'ymayman. Tilim bilan qo'lni ajrashdimmi? Nima qildim? Endi nima qilaman? Mishkan qanday tutib? Kring. Tak. Tak. Kim u? Mayli. Bitta multik bor edi. Kim esda? O'zi sararliklar bor edi. Bos oladi, keyin onasi olib ketardimi? Nimadir bo'layapti. Kimdir esa tushgan bo'lsa, o'shani aytasiz. Salom, qo'yinglar.
Ay, u yerda kim deyapti. Oshxonasida duch qo'lida. Voy, ona olgan oshxona. Oshxonami? Da, oshxona. Kimdir svet o'ynayapti deb. Apa, svet o'ynamay turing. Apamisiz? Hororlarda son apa bo'ladi. No, balki cho'lon bo'lishi mumkin-da. Otasi kelgan bo'lsa, tasavvur. Voy, itini bichirlab ketdi. Parchet yoqarsizlar, ha? Yo'qchiliklar sport. Ye, yotaganda tur uka, iyi harakatlan. 2 metr xotining bor ekan. Uka aytmang yo, xotinim bor deb. Xotining borligini bilsin, kirmasin uyga. Kim bor 2 metr. Nima qilaysiz? Devorga uylanib. Devor. Neden aylar? Boshqa joyga ketaman. Meni oshxonamda kim bor? Ko'zing san g'ilay ko'zing endi yetib bordimi? Uka, bekor uylansan. Hali 2 metr. Sen nima kerak 2 metr? Sen o'qinglar. Alo. Sen o'qing, qo'rqaman men. Qaysi biri yaqinlashtiradi knopka? Yaqinlashib bo'lmaydi. Kimdirda oyog'i. Alloh fuck. Juniorsinda. U yerda kim bor? Hey, men javob ber, Fatsi. Nimasan? Kerak. To'xta nuqta. Sukta ichida. Tiriklan suk. O'shanda bir o'shachon ketdi, ko'rdingmi, bizdan qo'rqdingiz. Duh. Ya qarang. 1, 2, 3. Sim yo'qol. Qarang, ovoz kelyapti. Toq. Yo'qol. Yaxshi. Nima edi endi? U menga javob bergan, u kuchukmi pishaymi? Qanaqa qo'yishsa, o'tobomda o'rog'ligan. Nima desam, logikasi psixologiya ta'sir qilaman, bu qo'shiq bilan deyapti-da. Uka, o'yin yarik odamlarning aytib qo'yaman. Bu qo'shiq men uchun emas. Oldinda. Nima desam, qo'shiq bilan ruhan ezmoqchi-da bizani, tushunyapsizlarmi? Balki kuchukni tashladi, bekor kuchuk tashlamadi. U kuchuk bizdan qo'rqish uchun. Biz qo'rqmaymiz. Tushunarlimi? Da turki, kuchuk yoniga borib, nima desam, kuchukni o'rgatamiz. Esna bu ish bermadi. Men har qanday ketolmayman deyapti. Yaxshi-da, uka, tur. Baba. Bir şey ekan. Pis dedim. Kis. Kis. Tisun. Bir şey basma uyga uyg'ab ekan. Apa yo'qoling. Men. Ketdimi apa? Aytsibdi o'qinglar. Yoniq tursin. O'chirma dedi. Yo'q. Set yo'q. Yaxshilikcha yo'q. Qani u apa endi? Oka, sen xotining bir qo'rqitmoqchi bo'ldi. Mayli. Xo'p, nima bo'ladi? Ana tarafga chat. Bu tarafga ket. Men tush ko'ramanmi? Bu haqiqatdan ham sodir bo'lyapti. Bu rostdan kerak shu nima desam. Tushmas edi-da, 3 kundan so'ng. Lekin nima aynan tepaga qo'yganlar, pastga qo'ysalar, o'ng tarafga qo'ying, nima aynan tepaga. Tasavvur shuni ko'zlar ochgan o'sha mahlo o'tiribdi.
hozir shu qanaqadir tilimga nima bo'lyapman. Kim tilimni olib ketdi? Tilim qaytarib bersin dedi tezda. O aytdi, "I'm high, I should have going to." Men ochma, uxlashimdan oldin ovqat yeyishim kerak dedi. Короче, bu aytdi boyagi so'zi, ismaydi. Ay, kalam kelmayapti. Короче, dedi-da, nimadir dedi. Tamam. Böyle. Ne yapıyorsun? Wilki? Yok be. Bitirse böyle. Wilki alıp. Wilki abi. Ne böyle? Gidiyor şu an. Короче, aytdi bu onamandir uyqu falaji ekan-da. Qarang, fizik ko'p charchagan uchun shunday. Tamam, bo'ldi. Qisqa qilib tushuntiraman. Men nima desam, mikroto'lqin sotib olishim kerak-da. Men mikroto'lqin sotib olishim kerak. Bu ovqat juda ham savdo. Savdo, ovqat yomon. Короче, shunday. Bu uyqu falaji bilmaganlar uchun asosan nima desam, charchagan, birinchidan charchagan, keyin ismaydi. Aslida charchaydi-ku. O'shanda shunaqa uyqu falaji bo'lishi mumkin. Juda ham charchab, bir hafta ishlaydi, keyin ishlagandan keyin kamroq uxlaydi. Masalan, 1-2 soat uxlaydi. Yani ertadan turib, men to'liqman, men uxlashga tayyorman deyapti. Qachonlar to'liq uxlashga tayyorman. Gerçi shunaqa uyqu falaji. Uyqu falaji to'g'risi kimda bo'ladi bilmadim. Lekin menda hozircha bo'lgani yo'q. Men uxlamayman, seit uchishim kerak edi. Hozir shu yerdan keldik. Uka, nima desam, odam ustida izdevaysa qarash shuni to'g'riyanmisan. Uxladi. Uxlamayapsan. Uyqu falaji. Yaxshi. Seit bu narsa meni qo'rqityapti va men qaytib bo'lishni xohlayman. Demak, uxlayapti. Bu uxlagancha biz nima qilib yetishamiz? Demak, bizning Telegram kanalimiz mavjud. Telegram kanalimizda obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Chunki u yerda biz yangilik narsalarni yuborib yozishib turamiz. Yaxshi. O'yin boshlandi. İkinci bob, out body experience. Tana tashqaridagi hayot, experience, tajriba, men bilsin. Nafas olish bo'lgan sari yo'qmayapti. Nima desam, maxluqlardan emas, men nafas olishdan qo'rqaman. Jo'narsa, qaytdan emas, I'm experiencing this fear again. This fear as hell. Men qo'rqaman va men uxlashim, turishim kerak. Böyle mi? Talim olunca. Aha. Hareket kıl uka. Tur. Hareket kıl. Давай. Давай. Sana daşı kiçiye. Borkuna zarvalan yiyip. Hayır zarvası bana yapma. Tur. Taşkane işine. Bu yani iş vermedi. Men xalqim qimirlamayman. Wow, bravo. Qachon qimirlagansan? Okay. Asab qilyapsan. Tur. Farqi yo'q. Tur. Stand up. Tur. Odam asab qilishni hech bilmagansan. Garchi. Nima qilamiz endi? Shuni yozishni tashkil etamiz. O'g'il bachcha ekansan, sen aytdim, uylan uka. Uylansang mana problem bo'lmaydi, ha. Uylar palaparchish ekan uylar. Palaparchish bo'lgan joyda, palaparchish ufroz bo'lgan uyda doim yamonlik bo'ladi. Toza joyda farishta yuradi. Nima bu? O'sha taraf televizor bor edi. Kimdir bizdan PlayStation o'ynayapti-da. Uchi tursan PlayStation 5ni o'g'irlab ketadi. Tur. Motivatsiya. Tur. Apamiz, bobomiz o'chirib qo'ygan televizor ko'rgansan-ki, topdim, to'lamayman. Aymi? Yeah. Buni nima bu tok?